Qo'zg'aladimi? Yo'q. Bo'lmasa qo'zg'almaydi. Oyoq qo'l suyuklari bizda qanday qiyma qo'zg'alishlar jasay oladi? Qo'llarimizni jasab qo'yamiz hozir. Qo'llarimizni ko'taringizlar. Qo'limizni buramizdan ishga qarang. Aylantiringizlar. Oyoqlarimiz bugilib, jarg'iladi, ya'ni suhbat dal shu shaklda qo'llaringizdan shunday shekil sida bugiladi, ya'ni jarg'iladi. O'sinday qiyma qo'zg'alishlarni biz jasoga nima kerak? Bo'g'inlar kerak. Bugun biz o'sha bo'g'inlarni ishga qurilsin to'g'ri tekshiramiz. Endi o'tgan taqrir bo'yicha esingizda bo'lsa biz bo'g'inning mendetda elementlarini o'rtagan жаңа o'g'an bizga uni hikmatlarda aylanib bergan bo'ladi. Sonra eski bir tirikshi bo'g'inning mendetda elementlari qanday? Bo'g'in buyuki. Ular bizga qarama-qarshi o'rnashganlikdan bir g'ana vaqtda qo'zg'aladi. Sonramen просто bo'g'in deganimizdan keyin kim aytadi? Tek birasida qo'zg'aladi. O'g'an biz misolni nima keltirdik? Savsaq suyuklarini keltirdik. Al ikko'si bo'g'in deganimiz-chi? Qarama-qarshi o'rnashgan bir dasturxonda qo'zg'aladi. O'g'an biz misolni nima keltirdik? Asosiy javob yana kartlik pendirga o'zgaradi. Endi uchinchi bo'g'in bular aytib turganda ularni kirjidirga. Kirjili bo'lgandan u kirjili qo'zg'alishni jasoyadi. O'g'an biz bugu, razu, ko'tiru, suru degan shaklda qiyma qo'zg'alishlar jasayotib suyuklari qilamiz. Misol ретінде oyoq qo'l suyuklari bizga eng oldin o'sha uchta bo'g'in ekan. Sizlar qo'llaringizni bugib olasiz, aylantira olasiz, durustmi? Shunaqta bo'g'inlarni yaxshi, o'ta yaxshi. Kelisini o'ylab o'tiringizlar. Endi bir yo'l jasang. Esingizda eng ma'noli bo'g'in biz ko'p aytamiz uni. Bo'g'in. Bo'g'inda yashab oladi. Esingizda ya, zeni ishga yasab qaynaldiradi. Esingizda qancha bir jasang, so'sin esingizga taqdim. Dasanda yolg'onlar o'rnida turgan ish yo'q. Ratto bizga kerak ekan. Bizga bugun ikkinchi sabab. O'ta yaxshi. Tushundingmi? Bo'g'inlarimiz qancha o'rnashgan? Mana broshda bo'g'inni shekli o'rnashgan. Tushundingmi? Agar broshda bo'g'inni misol ретінде eng avvalmen o'zi so'soq shekilda aytamiz. Endi ikkinchidan ikko'sta bo'g'in deganimiz bu bizga qarama-qarshi vaqtda o'rnashgan shekil, biroq u bir yig'ana, bir jasda g'ana qo'zg'aladi. O'g'an misol ретінде astingi joqqa qaytadi. Astingi joq birbiriga qarama-qarshi o'rnashgan bor, ikki metr. Ya, biroq ular ikkovi qo'zg'algan кезде bir joqqa qo'zg'aladi. Turibmi? Misolga o'ng joqqa qo'zg'alib ko'ringizlar, shoxlaringizda, astingi joqlaringizda. Ikkovi bir joqqa qo'zg'aladi, ikkovi bir joqqa qolmaydi, turibmi? Mana o'sini misol ретінде olasizlar. Ikko'sta bo'g'in deganingizda mendetli turda o'sha astingi joqda aytsangiz bo'ladi. Undan keyin o'dan bo'lak 1, 2, 3 sanaysiz yo'qmi? Sizlarning sinflaringiz, sizlar so'rasangizlar. 1, 2, 3. Birinchi qanchalik beraymi sizlarga qanday? Mana iyoq qo'zg'atgan кезде ikki shundoq birinchi kerak. Tushundingiz? So'l кезде sizlar o'rinlaringiz, iyoqlaringiz qo'zg'aladi. Tushundingiz? Ashram. Birinchisi aha. Qo'zg'almaydi, deydi. Kelesi qo'zg'almaydi balansu tipi tan shekilda atangiz. Qo'zg'almaydi balansu tipida qanday shekil balansa? Baş şimdi jambaşçıya esingizde olsa. Ne için bizde jambaşçı qo'zg'almaydi tipga o'tadi? Chunki u bizda o'rniqtirib Bugün kuşalansı oturtları ya, durası. Kelesi, şuradan bir takip edin ya. Qo'zg'almalı balansı tipi tan shekilda emas. Qo'zg'almalı. Aha, Oyoq qo'l shekli, ya'ni bosh shekli astingi joyi. Oyoq qo'l shekli, ya'ni bosh shekli astingi joyi, o'ta yaxshi. Kelesi, bizda jartlay qo'zg'aladigan balansı tiplardan shekli. Jartlay qo'zg'almalı balansı tipi. Qanday shaklda? Ya, o'ta qilib qo'yishadi. Siz javoyingiz. Bir yurtimizda ashirka sima o'rinlardan olib chiqamaymiz. Chao. Ana taqsimlar sizlarga. Qo'zg'alish orqali sergituatsiya qo'llanamiz. Qo'zg'alish orqali sergitu atayib turganday sizlarga ana taqsimlar bo'g'inlarni qo'zg'altib, bo'g'inlarni qo'zg'altib, ularni o'ylatish uchun qanday jadvallar qilishimiz kerak? Hatto o'zingizlar tushunmagan. Hayotda qo'llanasizlar sizlar fizkultura sababini, eshitib sababini.
Iyiq buğunlara saytlarını birga turib, birga saytlar, yana tasmavdan. Kan. Iyiq buğunlara qanday o'sda buğunga atadi? Darslar qanday yozinglar? Au? Бастапқы екі сөздерді қосаңыздар. Бүгін жаңа сөздерді қойыңыздар. Мен келесіден сұра беремін. Айсама? Екі минут орны. Шартлар қозғалмалы және қозғалмайтын құрылысы бойынша сүйіктер тарифіңіз бар? Қой. Айтыңыз. Омыртқа құрылысы бар ма? Айтып көріңіз, айта беріңіз. Омыртқа құрылысы, бас құрылысы. Бас сүйегі. Бас сүйегі. Дене бөлімі. Дене бөлімі. Аяқ. Аяқ, қол сүйектері, иә, жақсы, иә. Одан бөлек бізде сүйектердің құрылысы бойынша жалпақ денеде қуыс деп бөлінеді, сүйектерді жүктар дейді, иә. Негізінде сүйек қандай орталас білген? Ең қарапайым сұрақ. Тез жылдам. Сүйек қандай орталас білген? Тез. 300. Сүйек затының маңызы қандай? Естеріңізде бар ма? Бұл бізде макро және микроскопиялық құрылым, иә? Сүйек заттары естеріңізде бар ма? Біздің ағзамызда макро және микроскопиялық құрылым бар, иә, сүйектер. Оның бізде органикалық және биологиялық заттар бар. Осылай подсказка. Айтасыздар ма? Сіз айтасыздар. Басқа топтар. Басыңыз көтеріп жаман. Ол деген оның екі осьті, иә? 200. Адам қаңқасы қандай бөліктерден тұрады? Бұл уақытқа сұрақ болсын, иә? Адам қаңқасы қандай бөліктерден тұрады? Естеріңізде бар ма? Ең бірінші адам қаңқасы бөлік тапты. Басқа қатаға таңдап отырамыз. Егер де білмеген жолайда сіздер жауап берсеңіз болады, сосын артыққа сіздерге отырамыз. Айтыңыз. Омыртқа қола және бас бөлімі, иә?